Mustaqillik yillarida madaniy hayotda ham tub o'zgarishlar yuz berdi. Bu avvalo teatr san'ati rivojlanishida yaqqol sezila boshladi. Yangi teatr dargohlari qurib ishga tushirildi. 1991 yilda Farg'ona, 1993 yil Xorazmda Davlat qo'g'irchoq teatri ish boshladi. 1994 yil Qashqadaryo va Namangan viloyat teatrlari qoshida qo'g'irchoq guruhlari, 2001 yilda Surxondaryo viloyat qo'g'irchoq teatri ochildi. O'zbek davlat akademik drama 2001 yil va O'zbekiston akademik rus drama teatrlari 1999 yil poytaxt hamda viloyat teatr jamoalariga yangi binolar qurildi, ta'mirlandi. 2015 yilning oktyabrida rekonstruksiya qilingan Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik katta teatrining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. 1993 yilning sentyabrida Turkiston saroyi ish boshladi. 2009 yilda O'zbekiston xalqaro forumlar saroyi, 2011 yilda simpoziumlar saroyi va Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasidan tashkil topgan Ma'rifat markazi majmuasi, 2014 yilda Farg'ona viloyatida teatr-konsert saroyi kabi ma'naviyat maskanlari ochildi. 1998 yil O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston teatr san'atini rivojlantirish to'g'risidagi farmoniga muvofiq ma'naviy-ma'rifiy islohotlarda teatr arboblarining faol ishtirokini ta'minlash, milliy qadriyatlarni tarannum etuvchi badiiy barkamol sahna asarlari yaratish kabi maqsadlarda O'zbek teatr ijodiy ishlab chiqarish birlashmasi tashkil etildi. 2017 yil faoliyati tanqidiy o'rganilib, O'zbek teatr birlashmasi tugatildi. Uning funksiyalari Madaniyat vazirligiga o'tkazildi. Poytaxtdagi respublika teatrlari qatorida viloyat jamoalari ham xalqaro madaniy munosabatlarda qatnashib kelmoqda. Bu borada O'zbekiston yoshlar teatri, Ilhom teatri va Qashqadaryodagi Eski masjid teatr studiyasi faollik ko'rsatdi. 2018 yil O'zbekiston Mudofaa vazirligi huzurida ilk bor harbiy teatr studiya Turon tashkil etildi. Mazkur teatr nafaqat harbiylar va ularning oilalari, balki barcha uchun xizmat ko'rsatadi. Musiqa va raqs san'ati. Mustaqillik yillarida musiqa san'atida tub burilish, asliga qaytish, an'anaviy ohanglardan bahramandlik va ta'sirlanishda namoyon bo'ldi. Buning uchun eng avvalo xalqqa yaqinlashish, el orasida yurish, eng noyob xalq iste'dodlarini izlab topish kerak edi. Shu maqsadda ham 1992 yil bir qancha ko'rik-tanlovlar bo'lib o'tdi. Toshkent shahrida mart oyida milliy soz ijrochilarining asrlarga tengdosh navolar, aprel oyida mashhur san'atkorlar asarlari ijrochilarining boqiy ovozlar, Xorazm viloyatida may oyida folklor jamoalarining, iyun oyida Qo'qon shahrida askiya, qiziqchi va masxarabozlarning va avgust oyida Toshkent shahrida lapar, yalla ijrochilarining ko'rik-tanlovlari tashkil etildi. Kino. Mustaqillik yillarida milliy kino san'atini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Dastlabki davrdagi moliyaviy qo'llab-quvvatlashlar 2004-yili O'zbek kino milliy agentligi tashkil etilgandan keyin yangi bosqichga ko'tarildi. 2017-yil kino san'ati uchun muhim yil bo'ldi. Birgina shu yilning o'zida O'zbek kino milliy agentligiga davlat byudjetidan 12 milliard 400 million so'm ajratildi. Get that.